Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan hop Windows 10 yoki bo'lmasa Windows 11 operatsion tizimlarini notebookga o'rnatish uchun kerak bo'ladigan sistemali fleshga qilishni ko'rib chiqamiz. Hop, sistemali fleshga qilishning bir qancha usullari bor. Shulardan eng sodda, eng yaxshi, eng oson usuli bu Rufus ilovasi yordamida demak tayyorlash. Demek Google Chrome'da ishga tushirib qidirish tizimiga Rufus deb yozamiz. Rufus. Men Rufus yozdim. Men 11. Menda operatsion tizimim 11 turibdi. Agar sizlarda 10 bo'ladigan bo'lsa, bunisini tanlaysizlar. Hop, menda 11 bo'lganligi uchun 11 tanlayman. 11 uchun kerak mana bu ochiladi. Hop, endi Microsoft Office'ning xosda bo'lar ekan, o'zini saytidan olsa qolamiz. Mana o'zining sayti. Hop, mana bu yerdan yuklab olish, mana bu pastga qo'shsangiz, mana shu ustiga bosamiz, yuklab olinadi. Mana Rufus 4.1 versiyasi ekan. Hop, buni yuklab olamiz mana. Tak. Undan keyin mana yuklandi. Mana tepada ko'rsatadi. Papka arasini ustiga bossak, o'sha qayerga saqlangan bo'lsa, shu yerda ko'rsatadi. Demak, buni Rufus ilovasini endi administrator huquqi bilan ishga tushiramiz. Ya'ni so'zlar o'ng tugmasini bosamiz и запуск активный администратор buyruğini beramiz. Dar bosamiz. Hop, bular yo'qolamiz kerak emas endi bularga. Hop, endi fleshkamizni qo'yishimiz kerak. Fleshga qo'yildi. Mana fleshga chiqdi mana bu yerda. Hop, bo'ldi. Demak, bu yerda ismiga tegmaymiz. Hop, mana bu yerdan ochadigan bo'lsak, qarang, yuklab olish bor. Tanlab olish bor. Yuklab oladigan bo'lsak, Microsoft saytidan oldin yuklab oladi. Mana yuklash. Yuklab oladi. Shu tizimda agar o'zingizda obrazi bo'lmaydigan bo'lsa, yuklab olasiz. Ya'ni sketch tuşini bosasiz. Bossangiz sizdan so'raydi hozir. Mana 11 kerakmi, 10 kerakmi deyapti mana. Qaysi biriga kerak? 10 ko'raylik. Hop, продолжить bosamiz. 10 продолжить bosamiz. Hop, mana bu vipiskani tavsiya etyapti bizga. Qoladi. Yana продолжить bosamiz. Hop, redaksiya Home Pro Edu uchalasi ham bor ekan. Shuni qilyapti. Yana продолжить bosamiz. Hop, undan keyin tilni ko'rsatyapti. Til ruscha qolsin. Agar inglizcha kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda inglizchani tanlash kerak bo'ladi. Tepada inglizcha tanlash kerak bo'ladi. Hop, ruscha qolsin, продолжить bosamiz. Ana endi buni belgilab turib, brauzer orqali yuklab olamiz. Shuni sketch bosamiz. Bossak, brauzer ochiladi, yuklash boshlanadi. Tushunarli-a? Endi buni yuklashini kutishimiz kerak bo'ladi. Hop, demak bizda bunamiz yuklab bo'ldi. Hop, Windows 10 ISO obrazini yuklab bo'ldi. Endi buni vibrator orqali nima qilamiz? Tanlaymiz. Demak, bosamiz. Mana ISO загрузкада turibdi. Shuni tanlab, открыть bosamiz. Hop, standart uстановка qoladi. Sxema razdeli GPT bo'ladi. Agar 2015 dan oldingi yillarda notebooklari bo'lsa, unda MBR da tanlab qo'yamiz. Eski notebooklar uchun, yangilar uchun GPT qoladi. Hop, undan keyin metga to'moz beryapti, qolaveradi bu. Xohlasangiz Windows 10 deb yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Qoldiraman shundoq. Hop, endi sistema interfeys qoladi, bu qoladi. Hop, demak, startni bosamiz. Startni bossak, demak, загрузки chaqirilyapti deyapti. OK bosamiz. mana bu yerda mana birinchi Sazar Lakazin uchun men Sakho emas, bu yerga admin deb yozib qo'yamiz.
admin degan lokalniy nima hosil qiladi o'zi. Учетный запись hosil qiladi. Xo'p, установить tez regionalniy parametr deyapti. Bu kompyuteringizdagi vaqt, kalendar parametrlarni o'zi avtomatik o'rnatadi. Hop, bu ikkalasi ham belgilangan qoladi. OK tugmasini bosamiz. Yana OK bosib boramiz. Demak, mana boshlandi. Hop, fleshkani sistemali qilish boshlandi. Demak, buni kutib turamiz. Biroz tugashini kutamiz. Mana turing deyapti. Tugallanishini kuting chiqdi. Kutamiz. Tak, mana готово. Hop, готово chiqdi. Demak, yopamiz. Taklif qilamiz. Demak, fleshkamiz tayyor bo'ldi. Mana fleshkani ochib ko'ramiz. Mana fleshkani ochib ko'radigan bo'lsak, ichida mana установочный fayllar hammasi chiroyli qilib yozilgan. Demak, shu disk yordamida Windows 10 ni kompyuterimizga yoki noutbukimizga o'rnatib olishimiz mumkin. Demak, e'tiboringlar uchun rahmat. Hop, sog' omon bo'linglar.